Hammaga Musobik Dalnavosh kanaliga xush kelibdilar. Hop, bugungi obzor qiladigan mashinamiz Mix Motors kompaniyasida ishlab chiqarilgan skuterimiz bo'ladi. Unda biz boshlaylik. Mana skuterimiz 1 tonnalik bo'ladi. 1 tonnalik. Hop. Mana balolarimiz holati ideal. Biz buni asli 6 talik akkumulyator bo'lar ekan. Hozir sizlarga ochib ko'rsatishga harakat qilaman. Aslida oldi mana bu yerda 4 ta, mana bu yerda 2 ta bo'lar ekan, 6 talik bo'lar ekan. Lekin biz shunda 6 ta akkumulyatorda 70 km yurar ekan. Yo'q, bizga ko'proq yurish kerak degan maqsadda biz bunga yana 6 ta akkumulyator qo'shtirdik, 5 ta. Jam bu 11 ta akkumulyator bo'ldi. Qo'shmasdan 100-120 yuraveramiz. Mana bu yerda miyasi nechtalik mana shu yerda yozilgan edi mana. 24 ta mos. Mana bu kalonkasi gapirib turadi. Hop. Mana resorlari ham bor, 2 ta resor. Mana bu yerda mana nimamiz bor? Kulchator, ya'ni avtomat shit deyiladi. Buni oldiga qilsak, oldida 6 ta akkumulyatorga o'tadi, orqaga qilsak, orqadagi mana bu 6 ta akkumulyatorga o'tadi. 5 taga. 6 taga deganim ichkarida 5 ta bor. Hop, mana amal nima bor? Amalzatormi nimadir deydi shuni. Mana lekin bu ruchnoy ko'tarib tushiriladi mana. Mana bu yerda ilgich bo'ladi mana. Shu yerdan ilib qo'yiladi. Skuterimiz salon qismlariga o'tsak. Bismillah. Xo'sh. Skuterimiz 3 ta skorlik bo'ladi. Hop, mana bu multiplayerlarni tanishtirib o'tsam. Mana skors. Mana 1 2 3. 3 ta skors bo'ladi. Hop. Mana bu yerda faralarimiz. Mana dalni и ближний. Hop. Zadniy и oldiga yurish, orqaga, oldiga. Mana bunimiz orqadagi qo'shimcha svit bo'ladi, hali damazdan tagida bo'ladi-yu shu. Shundan hop. Avarenkamiz. Hop. Bu tumanni bilan shu tumanni yoqib beradi. Pavorotnik o'ngga, chapga. Hop, signalimiz. Endi mana bu multiplayerlarni tanishtirsak. Pechka. Mana bunimiz dvornik. Mana bu yonmaguncha ishlamaydi mana. Mana kalitimiz 2 ta bo'ladi. Mana bunimiz yurg'izish uchun. Mana avtomobil yondi. Mana bunimiz qulflash va ochish uchun. Hop. Mana bu yerda ruchnoy tormoz. Ya'ni qo'l tormozi. Mana buni tortilganda mana. Mana bu tormozimiz u yoqqa bu yoqqa bo'ladi mana. Hop, gaz tormozda ko'pchilikda mendaqa nimali mototsikl rolda mana bu yerda bo'ladi. Biz buni mana bu oyoqqa o'tkazilgan mana. Tormoz ili gaz. Hop. Yana mana bu yerda mana panelni и pavishni. Shu panelni pavishni og'ir yuk tonna ko'taradiganlarga shunaqa bo'ladi. Hop, oynalarimiz bor. Mana bu svitlarimiz hammasi ishlaydi. Hozir yo'q.
Hop. Mana ichiga sevit qo'yilgan. Lyuklarimiz bor. Hop, ventilatorlar. Yaxshigina shamol beradi bular ham. Hop. Monitor tabloga keladigan bo'lsak, bu yerda spirometr, shu skuterimiz hamma ошибкalarini shu yerda ko'rsatib turadi. Hop, mana bu nima deydigan bo'lsak, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana 3 holat. Zadniy vitga uramiz. Yurg'izamiz. Qalay. Orqani ko'rsatib turadi. Orqa kameramiz bo'ladi bu. Hop. Shu azizlar, yoqqan bo'lsa like va kommentlarni ayamay bosib qo'yamiz. Hammaga xayr. Musobaqadan bo'sh kanaliga obuna bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.